Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, sog'mi, salomatmi, sizlar tinch bu çarşamba sürüsülərim. Do'stlar, ushbu videomuz Sezar natijnoy patologidan chiqib turibdi. Xudo xohlasa, Sezar natijnoy patolog bir feyzli xonadonimizni 3 qatini ajoyib etib, bortli natijnoylarni ishlatib bergan ekan. Sizlar bilan hozir bir qator obzor etib, bir qator ko'rib chiqib ketamiz. Xudo xohlasa videolarimizni o'tirmay, oxirigacha ko'rib turinglar. Sizlar uchun ajoyib yangiliklarni Sezar natijnoy patologdan qo'yib borishda davom etamiz. Kelavering. Ushbu xonamiz bilan tanishtiradigan bo'lsak, Sezar natijnoy patologini xodimi Asadbek bilan Xudo xohlasa sizlar bilan qanday bo'lgan, qancha so'mdan bo'lgan hammasini tanishtirib o'tib ketamiz. Asadbek, assalomu alaykum. Yaxshimisiz, sog'ligingiz yaxshimi? Ushbu xonadonimizda qanday xizmatlarni ko'rsatib natijnoy patologdan kelib Sezardan? Ushbu xonadonimizda 3 xonasidan natijnoy ishlab berganimiz, 2 xonasi bort bor, bir xonasi splashnoy. Bu xonamiz razmeriga kelsak, razmeri 4 metr 9 metr bo'ladi. 4 metr 9 metr, to'g'rimi? Bortli natijnoy patolog degan bu? Bortli bo'ladi. Bu bort cheti однотонный, o'rtasi pechat bo'ladi. Buning ichida galagen, lustra ustunniki, lustra bilan qo'shib beriladi. Bunda hozir galagenlar ham o'zlaringizdan, materiallar ham o'zlaringizdan. Lustrasi ham o'zlaringizdanmi shunda? Hamma poli patologisi o'zimizdan bitadi. Hozir shunda bort tenderiga kelgan hamma narsani o'zlaringiz aytganmisizlar. Hamma narsa o'zimizdan bitadi. Gap bo'lishi mumkin emas, bunday narsa Sezarda ajoyib. Shunda 170 ming so'm dedingiz bu. Hozir skidkada aksiyadagi bahasi to'g'rimi? Adashmasam. 190-200 ming so'mdan ishlangan bort patologdan skidka qo'yganmiz iyun aksiyasida 170 ming so'mdan. 190 ming, 200 ming ishlayapsizlar bu vaqtda. Hozir shunda aksiyada 170 ming so'mdan. Lustralarga kelganda lustralar bir adashmasam 7-8 ming so'm atrofida bor olmaymiz. 2 dona lustra qo'ygan beri 12 dona galagen. 12 dona galagen, 2 dona lustra şu bahonın içinde. 170 ming so'm içinde. Ajoyib gap bo'lishi mumkin emas. Bu pechatning nelerimiz chiqib qoladi? Bu pechatning o'zi splashnoy bo'ladi bo'lsa. Hozir pechatlarni, polni pechatlarni olsa qo'ygan. 100 ming so'm, 110 ming so'm ishlangan 3D pechatlarimizda aksiya 69 ming so'mdan qo'yganmiz. 100 ming so'm, 120 ming so'm ishlangan, aksiyada 69 ming so'm. Ona bir kichkina sharti bor. Instagramda videomiz bor. Shuni o'zini yakunlarini tarqatadi, aksiya ishtirokchisini aylanadi. Yakunlarni tarqatib turib, keyin aksiya ishtirokchisini aylanadi, to'g'rimi? Bir yakunlarni tarqatganning o'zini har kvadratida 40 ming so'm, 30 ming so'm, 30 ming so'm, 40 ming so'm o'tadi. To'g'rimi? Kerak. Ajoyib chiqdi lekin bu ko'rib baho beraverasiz o'zlaridan bunasini. Do'stlar, ko'rib turganlaringiz biza ikkinchi xonaga yetib keldik. Jirdikina ko'rib turganlaringiz. Bu yerdan bortli natijnoy patolog ishlab bersizlar bu xonadan, to'g'rimi? Ikkinchi xonasidan. Ushbu shunda u galagenlar ham, lustrasi ham shuning ichidan hozirmi? 170 ming so'm ishinde hamma narsasi. 170 ming so'm, to'g'rimi? Bu xonamiz adashmasak 5'e 5. 5'e 5. Bortlari necha bo'ladi? O'zi xohishina bog'liqmi klientni yoki da o'zi razmeri bormi? 50, 60 degan. Xohishina bog'liq 50, 60 ishlataveradi. Avval gipsagaroldan ishlatilgan narsa shu. Natijnoy bu, to'g'rimi? Bu yirtilib, pırtılib ishlasa bo'lmaymi buni? Yo'q, garantiya beramiz. 10 yil garantiya beramiz. 10 yil garantiya berasizlar. Servis xizmatini. Gap javob. Yirtilib qolsa keyin men davolmasdan boshqa undimda deb qo'ymayman. Bunday narsa bo'lmaydi bizda. Keyin sizlarning bu Sezar natijnoy patologda nelerden tushirilgan, to'g'rimi? Filmlar. İçeri kaçıp bir tanımızlar, ben işlemende boy tanımızlar, doğru mu? Yok, bunday narsa bo'lmaydi. Bunday narsa bo'lmaydi. Shunda bir yer 170 ming so'mdan tushgan, to'g'rimi? Galagen bortli bo'lgani uchun. Galagen lustrasi ichida shunday. Galageni lustrasi ichida. Bir yer 2, 4, 6, 8 tane galagen yetganmi shunda? 8 tane galagen, bir tane lustra. Ajoyib gap bo'lishi mumkin emas. Kimda kim ishlataman deydigan bo'lsa, ekranda nomerlarni qoldirib o'tib ketamiz. Sezar natijnoy patologni bog'lanib turib, ofisga borsangizlar ham bo'ladi, ofis ham bor bularni. Vishkanda adashmasam, to'g'rimi? Qo'janing to'g'risida. Vishkanda telefonlar nomer aytib turib, kataloglarni tashlab beradi, xohlaganingizcha. Sizlarda mingdan ortiq katalog bo'lishi kerak, to'g'rimi adashmasam? Xohlagan kunlar. Xohlagan kunni, masalan, shuni menga kerak degan bo'lsa, shuni to'lib berasizlar, yo'q bo'lsa, to'g'rimi? O'zingizda film olib bosib chiqarib olmaysiz. Shuningdek yangiliklar hozir bu tarafda yana bir xonamiz bor. Bu yerda splashnoy ishlaganmiz.
Bir de üçüncü kanalımız bağlı. Aha. Kanalımız razmerine gelsek 3,5 metre, 4 metre bağlı. Aha. 3,5 metre 4 metre vardı. Berem lüstrası içinde doğru. Tamam içinde. Lüstrası içinde. Ofisten bitken. Bir splashlama boğanı üçün narxı qanday boğanı? Narxı evet 120-110 min sonunda işlenge fizetlərimizdən aksiyalar bir də 69 min sonunda işlep vergənimiz. 69 min. Tamam. 69 min sondan lüstrası içinde. Lüstrasının içi son mu ortaca baxası? Bu üstüra 320 min son bu ofiste alıngan. Ha, 300-320 min Biz son. ofiste alıngan. Acayip gap yok. Şu Sezar Natyujnoy patologni profillerinden koyup ketemiz, nömerlerinden koyup ötüp ketemiz, bemalol bağlanıp kimde kim sifatli Natyujnoy patolog işletemen, yakında bir cay sağan, imarat sağan yurttaşlarımıza videolarımızı taşak koyamız, nere işletsem eken, nere işanslı eken, muhabir Sezar Natyujnoy patolog eken, Natyujnoy isteyecek mi, lekin nere teleşini bilmeyip mağanda bir yurttaşlarımıza uçlu videolarımızı bir like'larına basıp durup dostlarımıza üleşip koymasak olmaydı. Bunday aksiyalardan bexabar kalıp gitmesin yurttaşlarımız. Ekrandaki nömerlere bağlanırsa sağ olun, selamet olun, gittiği cevaplarınıza razı olun. Sizler bilen Sezar Natyujnoy patolog oldu. Kanaldan patologumuzdan bitti. Şimdi bu paternayı. Tamam. Hayır, bereketli tamaşalar. Hoşçakalın olsun. Sağlık, salametlik olsun, bahtiyat olsun. Yurtumuz tinç olsun, paşamıza insaf versin. Küseyi keremlerinize bereket verip, tapkallarınız yaxşı günlerge versin. Balam sizlerini heymişe, ot balasından, su balasından, görüner, görünmez, avbatlarına, hak demetlerine Allah'ımızı azdıra versin. Nerede yükseyirler, altın başlarınız aman olsun, tapkallarınız yaxşı günlerge versin. Heymişe bana şurada el nezerinden kalmastan, ana şunday hizmetlerini, maha okşagan neyçelerini etkisine balam, mana şu etleri, mana Sedir kampanyasından minnettarmız. Çünkü balları mana sıfatlı ve tez, mana işlep kettiler. Barchasına rahmet. Ömürler uzak, rızıkları bol olsun, tapkalları yaxşı günlerine versin. Allah'ım afiyet versin, halallar rızıklandırsın, tanışlarımız yaxşı günlerine, toylarına versin. Hemşe sağ salamet etsinler. Başları toydan çıkmasın. Amin. Altın başları aman olsun. Amin.